Қалам, қағаз, xat. Emin Ahmedi. Yanılı 8 punluq poçta markası elib, arzon lepop bilan avatgin xat. Kompyuterda xat yozdim deding. Xat keldi. Lekin kelmadi hasrat. Teshilib ketdi qog'oz necha yerdan. Sanchilganda chekib pashki qalamning uchi. Bu emas edi qog'ozning nepizligidan. Shunda qilatdi seg'inish, söygünün kuchi. Rang yeyilatdi uya bu yerga. Dağ düşüretdi qog'ozga ko'z yosh. Sual ündəşlərinin maymaqlıqı qılıb qoyatdi. Manga ko'nglingni paş. Dərxa kompüter yanfundiki gaplar shundaq tuz hech narsa bo'lmagandek. Qo'lingning titrigini noma'lum semont eriqda sumangandek. Qeni öz vaqtidagi tugumas gaplar. Qeni varaqlarga singan hayajon. Qog'ozni mijib maydamga tangatdim. Kompüterga nada bundaq imkon. Yanıla 8 punluq marka elib, arzon lepop bilan avatgin xat. Kompüterda xat yozdim dedim. Uningdan shodliq emas, ko'paydi hasrat.